yuragi bo'lar ekan. Jummoqmi, jummo degan yuragi bo'ladi. Keyin erkak xotini bo'ladi. Odam o'sha aja va xurmo deyiladi. Bir kunda yetishtirgan zahar ta'sir qilmaydi, niyatga bor. O'sha Salmon Farsi xurmolari tanilgan. Hozir bu 50 riyoldan 70 riyol. Farsi deyiladi. 100 yil yashagan shuni ballari 1,5 metr, 15-balasi. Xurmo ma'lumotiga olamiz, shundan deyiladi. Bo'lmasa 20 riyoldan 15 riyoldan nimagacha yaxshisi olsalaring shunaqa bir 50 riyol 55 Farsi desalaring, shu Salmon Farsi deydi, o'shani navlasi. O'sha bog' turar ekan. Bog' bor ekan, qo'yilmasa. Chunki Farsi xurmolar deydi. Bular tushunadi. O'zbeklar o'zbekchani zo'r bo'ldi. Shu endi bir kuni yana hozir shu ma'lumot oxirgi ma'lumotni beramiz. Shu xurmoni olganda shu olinadi. Bitta xurmodan boshqa men o'zimdan tavsiya beraman. Zamzam Makka. Abu Hurayra degan sahoba bo'lganlar. Hammalaringiz eshitgansizlar, Abu Hurayra eng ko'p hadis to'plab qilgan sahoba. Uylari bo'lmagan. Rasululloh yonlarida yuraverdi. Nima bo'lsa yozib berdi. Kalla. IQsi baland. Fahmi zo'r. Eng ko'p hadis to'plab qilgani o'sha. Ko'p nima qiladi? 7280 degan deyishadi. Hadis, sahih hadis. Sahih hadisni yaxshi bilasiz. Abu Hurayra degan o'sha uyi bo'lmagan. Lekin islom ummatining o'sha vaqtdagi Baytul Molni xo'jayini. Urushlar keladi-yu, hali bizda hozir xazina finans ministr bo'ldi. Salmon nima? Abu Hurayra. Bir kuni o'sha sklad deylik, endi ba'zi urushlar ketamizda biz endi ba'zi. Rossiya o'qatgan. O'sha skladni xurmozorlar, o'sha Baytul Mol qilayotganlar o'g'ri tushadi. O'g'ri tushsa, o'g'ri ishlab oladi. Hali o'g'ri Xudoning zorisini qiladi. Mana qo'yib olsin, uni qo'yib ol, u bo'di balacha ham bo'lsa qo'yib oladi. Bittasi bomdodga o'tib Rasululloh ta'kid. Kecha nima bo'ldi dedi. Bo'pti, Rasululloh desa mana desan, yo'q. Kecha kim keldi? Shu o'g'ri keldi, shunaqa bo'ldi. Nima qildi? Qo'yib yubordim, bugun yana keladi. Ishonmang.